Alo. Latofa opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni xayrli kunda bezovta qilmayapmanmi? Yo'q. Judayam yaxshi. Ayni daqiqalarda biz sizga Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasida tashkil etilgan Vaqtli kunlar agentligining kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilib bog'lanib turibmiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi niyatlar sizni aslo tark etmasin. Latofat opa, bugun muborak 18 bahor yoshingiz bilan biz orqali sizni kim tabriklayapti? Nima deb o'ylaysiz? Bilmasam. Bilmasam, xo'sh. Yaqinlarimizda bilmasam meni. Bolalarim. Sizni mehribongina, sizni mehribongina qizingiz bor ekan, Oydinda go'zal, Oydin Soxon. Oydinso, dadajonim Rustamjon aka, qizlari Oydiniso, kuyovlari Bekzojon, nabiralari Avazbek, Diyorbek, o'g'illari Azizbek, Qobilbeklar deya hammalari sizni bugungi ayyom bilan tabriklab qolishmoqda. Rahmat, sog' bo'lsin bolalarim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaqinlarning baxtiga sog' bo'ling. Xo'p desangiz, ushbu tabriknomalarni sizga o'qib bersam nima deysiz, maylimi? Mayli. Judayam yaxshi. Assalomu alaykum, men uchun qadr azizim, mehribonim, suyukligim, biz uchun doim bor bo'lsa borini, yo'q bo'lsa jonini uzib tutadigan mehribon suyukligim, jannatim, iforim, jambilim, rayhonim onam. Bugun qarshi olayotgan shukrona kuningiz bilan sizni chin yuragimdan muborakbod etib tabriklab qolaman. Suyukligim, yaxshiyam bu dunyoda borsiz. Sizni biram yaxshi ko'ramanki, onajon. Doim meni o'ylagan, doim sirimga sirdosh bo'lgan. Qancha jerkisam ham, qancha baqirsam ham, qancha ranj qilsa ham biror marotaba ko'ngliga olmagan, diliga g'ash olmagan onajonim. Onajon, bilasizmi? Hammadan ko'ra sizni haqqingiz menda ko'pligini bilasizmi? Meni 9 oy 9 kun bag'rida ko'targan, to shu kungacha hali hamon paypaslaydigan, yiqilsam suyang'uvchi bo'lgan onam, otam, boringlarga shukr. Qancha qiynalib katta qildingiz onajon meni. Maydagina tishlaringizda tishlab non yedirtirdingiz. Kiymay kiydirtirdingiz, yemay yedirtirdingiz, bolamga deb eng yaxshilarini men uchun xarid qildingiz. Siz uchun men nima qilib bera oldim onajon, farzand bo'lib. Baxtimga sog' bo'ling jon onajonim. Suyukligim. Mana hozir nabiralari bilan ovora onam, mehribonim, bolam bo'ling yaxshimi deb qo'ng'iroq qilib turadi. Kunda qo'ng'iroq qilmasam xavotir oladi. Ovozimni eshitishi bilan ko'ngli xotirjam bo'ladigan mehribon onajonim. Bu dunyoda sizdek mehribon ona bormikan onajon? Baxtimga doimo sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Har bir kuningiz mana shunaqa chiroyli o'taversin. Dadam bilan qo'sha qaring. Ilohim hojona, hojota bo'ling. Baxtimizga doim sog' bo'lib bering. Sizni juda ham katta yaxshi ko'raman. Yana bir bora chiroyli ayyomingiz muborak bo'lsin deya nomalari shu yerda yakunlangan. Rahmat. Tabriklar uchun. Sog' bo'lsin har doim. Baxtimizga. Sizlarga bilan qo'sha qaring. Ballar ko'p bo'lsin. Ballar qizni ko'rib yursin. Xursand bo'ldingizmi oz bo'lsa-da? Xursand bo'laman-da. Yashang. Tabriklaganlar. Rahmat, sog' bo'ling. Umr bo'yi sizni yaxshiliklar, yaxshi onlar tark etmasin. Har bir kuningiz mana shunaqa chiroyli o'taversin. Dunyo turguncha turing ilohim. Yaxshi niyatlar, go'zal tilaklar sizlarga hamroh bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Barcha yaxshi kunlaringiz mana shunday chiroyli onda, daqiqalarda o'taversin. Va bilasizmi, chiroyli she'riy satrlarimiz ham bor. Mana shu she'rni ham siz uchun o'qisam maylimi? Juda ham yaxshi. Duodasiz doim erta kech.
g'ubori yo'q gulimsiz ona, qiyosingiz topilmaydi hech eng chiroyli gulimsiz ona. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqdek navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim, boyligimsiz beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir, sizga ming yil xizmatlarim kamdir, eng chiroyli gulimsiz ona deya samimiy tabriknomalari shu yerda yo'llanar ekan. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. O'zingizni yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling va ushbu tarona bizdan sizga sovg'a. Omon bo'ling.